oktyabr bu har bir o'zbekistonlik uchun faxr va g'urur uyg'otgan sana. 1989-yil 21-oktyabr O'zbekiston Respublikasi davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi. O'zbek tiliga davlat tili maqomi berildi. Shu kundan boshlab o'zbek tili bayrami kuni sifatida keng nishonlanib kelmoqda. Til bu xalqning yuragi ruhi, u so'nsa so'nadi, millat nuri. Bir so'zni qadrlang, ardoqlang uni. Til bebaho boylik, oltin siri. O'zbek tili bu xalqimizning boy tarixi, madaniyati va milliy qadriyatlari va o'zligining ifodasidir. 10 yillik tarixga ega bo'lib, Alisher Navoiy, Bobur, Furqat, Cho'lpon kabi so'z ustalari san'atkorlar tarafidan yüksek darajada rivojlantirildi. Sen bilan topganman o'zligim, sen bilan so'zlagan yuragim. Har bir satrim, har bir orzuyimda jaranglaysan go'zal tilim, vatanim. Til bu millatning ruhi. Har bir inson o'z tilini sevishi, ardoqlashi va uni asrab-avaylashi lozim. O'zbek tilining davlat tili sifatida rivojlanishi bugungi kunda rasmiy hujjatlar, ilm, fan, ta'lim, madaniyat va texnologiya sohalarida keng qo'llanilishi barchamizning faxrimizdir. Ona tilim omon bo'lman-yu, sen borsanki men ham o'lmayman, dindan qolsam seni oybekdek, men ko'zlarim bilan kuylayman. Til bu millatning ruhi, or nomusi. Til so'nsa so'nadi xalqning nuri. Asraylik, e'zozaylik barchamiz. Ona til bu hayotning guli. 21-oktyabr bu faqatgina bayram emas, balki o'z tilimizni qadrlash, uni rivojlantirish va kelajak avlodga sof holda yetkazish mas'uliyatini yukladigan muhim kun. Til millat ko'zgusidir. Uni asrash vatanni asrash demakdir.